Assalomu alaykum azizlar. Sport bilan 100 kun challenge'imizning 10-kuni. Bu dunyoda shunaqa bir payt bo'ladi, atrofingizdagilar asabingizni buzadi, sizni tushunmaydi. Harakat qilasiz tushuntirishga, lekin tushunmaydi. Demak, bu dunyoda ideal odamni qidiraman desangiz, nuqsonsiz odamni qidiraman desangiz, katta ehtimol bilan bir o'zingiz qolib ketasiz. Shuning uchun maslahat va tavsiya, shunaqa odamlarni boricha qabul qiling va oldinga harakat qiling. Hech narsa sizni to'xtatmasin. Salomat bo'ling. Yes.